Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun Bulung'urdagi obyektimizni bitirdik. Nasib bo'lsa, ertaga boshqa obyektimizga boramiz. Bu obyektimizni bugun sana chislo 2026-yil 14-mart kuni bitirib berdik. Kimda kim shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu obyektimizga Xitoy kafel, Angola bilan kafel terdik. Tashqariga ham, ichkariga ham polni fasonlarni, videolarni qo'yib boramiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilib bemalol kelishlaringiz mumkin. Marhamat. Darvozani oldida. Ba'zi odamlar darvozani labiga qanaqa qiladi desak, faska orqali chelepashka nasatkalarimizni qilamiz. Bu uyning ichkari qismlari. Fortushkani tepasiga, derazani tepasiga shunaqa bittali fason qildik. Bu ichkari ayvondagi fasonlarimiz. Bu yerga lesalar bor, ustalar qolganlari ishlayapti, mallarlar. Shuning uchun video obzorni qo'ysang ham bo'ladi, qo'ymasang ham bo'ladi. Marhamat. Bu tumbalarni uy egasiga bizlar aytdik, bittalik fason qilamiz dedi. Narxi to'g'ri kelmadi, shuning uchun promoy qilib tayladik. Bu ichkari qismimiz. Fortushkani tepasiga shunaqa fason, bittali fason qilganmiz. Bu yon tomonlamasi. Kimga kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qo'yaman. Kafel kerak bo'lsa, shu pastda nomerlarni qo'yaman. Aloqaga chiqsangizlar, bemalol gaplashamiz. Maslahat qilamiz. Bu ishimiz 14-mart kuni 2026-yil bitirib berdik. Nasib bo'lsa, kuzatib bo'linglar, davomini yana videolarga qo'yamiz.